Bolalar barchangizga assalomu alaykum. Bugungi video roligimizga xush kelibsizlar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bolalar bugungi video roligimiz juda ham foydali va qiziqarli bo'lib o'tadi degan umiddamiz va aynan bugungi video roligimizda sizlarga copy trading bo'yicha to'liq ma'lumotlarni oddiy tilda yetkazib berishga harakat qilamiz. Video roligimizni diqqat va e'tibor bilan oxirigacha ham kuzatadigan bo'lsangiz, trading orqali biz qancha daromad olsak, sizlar ham xuddi shuncha daromad olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Video roligimizni davom ettirishdan avval albatta kanalimizga obuna bo'lib, bu video roligimizga like bosishni ham unutmanglar. Biz bo'lmasam boshladik. Bolalar barchangizga assalomu alaykum. Bugungi video roligimizga xush kelibsizlar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bolalar bugungi video roligimiz juda ham foydali va qiziqarli bo'lib o'tadi degan umiddamiz. Albatta davom ettirishdan avval kanalimizga obuna bo'lib, bu video roligimizga like bosgan holda kommentda o'z izohingizni qoldirishni ham unutmanglar. Xo'p bolalar, bugungi video roligimizda sizlar bilan birga copy trading haqida gaplashib olishga harakat qilamiz. Juda ham kerakli va qiziq mavzulardan biri hisoblanadi. Va oxirgi video roliklarimiz ostida juda ham ko'p obunachilarimiz aynan copy trading haqida o'z savollarini qoldirishgan ekan. Tabiiyki copy trading bu o'zi nima, qanday ishlatsak bo'ladi va oddiy tilda tushuntirib berishga urining, iltimos degan savollarni почти har kuni uchratyapmiz. Bolalar, aynan bugungi video roligimizda o'sha mavzuga tochka qo'yishga harakat qilamiz. Xo'p, oddiy tilda tushuntirishga harakat qilamiz. Qiyin joylari bo'ladigan bo'lsa, komment orqali murojaat qilasizlar. Copy trading bu o'zi nima? Copy tradingga keladigan bo'lsak, bu narsa Binarium platformasida ham mavjud, Binance'da ham mavjud va oddiy qilib aytganda Forex'da ham sizlar copy trading orqali daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, sizlarning balansingizda $200 pulinglar bo'ladigan bo'lsa, copy trading bo'limiga o'tgan holda sizlar topoviy treyderlarni statistikasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Daily trader balansida $10,000 puli mavjud va trader o'sha $10,000 bir oyda yoki bir haftaning ichida $15,000 qildi. Nechta bitim ochilgan, statistika bo'yicha nechta bitimi plusga kiryapti, o'sha barcha danilarni tekshirib o'tgan holda o'zingizlarni $200 o'sha treyderga ulab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bolalar, copy trading orqali savdo qiladigan bo'lsanglar, sizlar pulinglarni boshqa treyderga o'tkazib o'tirmaysizlar. Masalan, Binarium orqali copy trading ulaydigan bo'lsanglar, pulinglar balansingizda qoladi. Prosta sizlarga ma'qul va sizlarga yoqqan treyder bitimni ochib yopadigan bo'lsa, sizlarda ham avtomatik tarzda bitim ochilib, yopiladi. Tabiiyki Binarium platformasida copy trading qaysi joyda joylashgan deydigan bo'lsanglar, ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tib olganingizdan so'ng mana bu joyga ahamiyat beradigan bo'lsanglar, copy trading tugmachasi mavjud. Aynan o'sha tugmachaga bosgan holda xuddi shunaqa bo'lim chiqib keladi. Найти трейдера по ID. Video roligimizning ostida o'z ID'imizni qoldirib qo'yamiz va o'sha ID'imizni kopirovat qilgan holda mana bu joyga kiritadigan bo'lsanglar, bizani oddiy qilib aytganda to'liq statistikamizni har kuni ko'rib kuzatib turishingiz mumkin bo'ladi. Kuniga qancha foyda olyapman, qancha zarar olyapman, barchasini bolalar kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari balansingizda pul bo'ladigan bo'lsa, har xil signal kanallarga ulanmasdan, prosta copy trading orqali mana akkauntimga ulab olishingiz mumkin bo'ladi. Natijada bolalar, men bitimni ochib yopadigan bo'lsam, sizlarda ham avtomatik tarzda bitim ochilib, yopiladi. Tushuntira oldimmi? Sizlar uxlayotgan bo'lsanglar ham, ishda bo'ladigan bo'lsanglar ham, men bilan birga daromadga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Copy tradingga o'zi kimlarga maslahat beraman? Novichok va boshlang'ich treyderlarga copy tradingga maslahat berishligim mumkin bo'ladi. Daily o'rganishga vaqtingiz bo'lmaydigan bo'lsa yoki-da analizni umuman bilmaydigan bo'lsanglar, bu sohaga endi kirib kelgan bo'lsanglar, pulingiz bo'ladigan bo'lsa, tavsiyam signal kanallarga ulanmanglar. O'zingizlar omadga ishongan holda savdo qilmanglar. Copy trading orqali menga ulanib oladigan bo'lsanglar, ochayotgan paytim, yopayotgan paytim sizda ham bitim avtomatik tarzda ochilib, yopiladi. Ammo bolalar, copy trading orqali akkauntinglarni bizga ulamoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, yana bitta narsani inobatga olishinglarni so'rab qolamiz. Biz ozgina kattaroq risk bilan savdo qilishga harakat qilamiz. Balansinglar masalan bizgidan kichkinaroq bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan balansinglar minusga kirib ketishligi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun balansinglar bizdaqa bo'ladigan bo'lsa yoki-da nabarot даже bizgidan ham kattaroq bo'ladigan bo'lsagina, copy trading orqali akkauntinglarni bizga ulab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir bora tushuntirib o'taman. Video roligimizning ostida
ID'mizni qoldirib qo'yamiz va o'sha ID'mizni kopirovat qilasizlar. Binarium orqali ro'yxatdan verifikatsiyadan o'tib shotinglarni to'ldirasizlar. Copy trading tugmachasiga bosasizlar. Найти трейдера по ID tugmachasiga bosamiz va mana bu yerda bizlar ID'mizni kiritasizlar. Va sizlar o'zingizga ma'qul bo'lgan summani kiritishingiz mumkin. Deylik balansingizda 10 ming dollar pulinglar bo'ladigan bo'lsa, ammo sizlar atigi 1000 dollar copy tradingga ajratmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, 1000 dollar deb yozasizlar va подключить tugmachasiga bosasizlar. Pulinglar sizlarning balansingizda qoladi. Mani balansimga o'tib ketmaydi, tushuntira oldimmi? Men faqat bitim ochayotganimda va yopayotganimda sizlarda ham bitim ochiladi va yopiladi xolos. Binance ham xuddi shunaqa ishlaydi, boshqa birjalarda ham xuddi shunaqasi ishlaydi. Barchangizga xayr bo'lsin, sog' bo'linglar, charchamanglar. Bugungi video roligimizni aynan shu joyda bitirsak ham bo'ladi. Video roligimizni описаниесida va kommentda Binariumni silkasini qoldiramiz. Aynan o'sha silkani ustiga bosgan holda ro'yxatni o'tib olishingiz mumkin bo'ladi va 100% promokodni ham qoldirib qo'yamiz. Shotinglarni 100 dollarga to'ldiradigan bo'lsanglar, balansingizga 200 dollar bo'lib tushadi. 200 dollarga shotinglarni to'ldiradigan bo'lsanglar, balansingizga 400 dollar bo'lib tushadi. Xayr bo'lsin, sog' bo'linglar, charchamanglar. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha